bugungi bizni tayyorlayotgan Toshkent to'y oshimiz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu tayyorlanadigan to'y oshimizni mashhur bo'lgani sababli butun dunyodan turistlarimiz ta'mini ko'rgani tashrif buyurishadi O'zbekistonga. Bu oshlarning bir-biridan farqi Toshkent to'y oshi shirali bo'ladi. Mana qizigan yog'imizga go'shtlarni tashlab olamiz. Bismillah. Piyoz solib, tillarang shaklida yaltirib olamiz. Aylantirib tashlab qo'yamiz buni. Piyozimiz tillaranglar rangiga kelguncha. Piyozimizni o'zini rangiga kelib oldi, tillarangga ashuna qo'rib oldi. Keyin jarayonimizni savzini solamiz. Yani 5 kilo oshimizga kerakli miqdorda suv solamiz. Keyin etaplarini nahot mayda-chuydalarni solamiz yana. Bu oshimizning savzini qo'rilmadi desanglar, bu oshni savzi qo'rilmaydi, ancha farqi bo'ladi. Choyxona osh bo'lsa, hamma narsasi qo'rib solinadi. Bu to'y oshi qilmoqmiz hozir. Go'sht, piyoz hammasi qo'rilib turib, keyin og'ir savzi qaynatiladi. Toshkent to'y oshimizning solinadigan asosiy ziravorlari qoraqand, zira, murch, zarchiva. Oshimizning ustiga tog'orani olib qo'yib turib, 1,5 soat dimlaymiz. 40 minut qaynaganidan keyin magizimizni solamiz. Guruchimizni 3 marotaba chayib olamiz. So'ngra 40 daqiqaga yuvib qo'yamiz iliq suvga. Mana bizning 1,5 soat vaqtimiz ketdi. Уже guruch solish jarayoniga yetib keldi. Zarchevani hamma har xil vaqtda tashiydi. Bizga guruch solishdan oldin tashlaganimiz ma'qul. Tapga ko'ra yana ozgincha tuz solamiz guruch ustiga. Guruchimizning ustiga yana ozgincha zira bilan tashlaymiz. Guruchimizni aylantirib oldi. Yana 15 daqiqaga ustini yopamiz. Oshimizni mana damlash jarayoniga yetib keldi. Oshimizni bitta joyga to'plab turib, chiroyli qilib dimlab qo'yamiz.